kelsinlar. Azizlar, bolalarim. Shunday bir ulug' dargohda qarang, kitoblarni bag'rida o'tiribmiz. Qancha ilmlar, qancha bilimlar. Mana bugun Molxona degan bir ajoyib kitob ustida bir suhbatlashishga yig'ildik. Bu Molxona ingliz yozuvchisi Jorj Orwellning xayoliy bir qissasi ekan. Endi bolalarim, sizlar hammanglar mustaqillikni bolalarsizlar, farzandlarsizlar. Sizlar bu kitobni o'qisanglar, hayron bo'lishinglar mumkin. Sizlarga bir ertakdek tuyulishi mumkin. Hayvonlarni haligi odam tilida gapirtirilgan bir xayoliy, bir ertak misol asar bo'lsa kerak deb o'ylashinglar mumkin. Lekin bu o'tgan davrni ota-onalaringlar, buvalaringlar o'tgan davrni bir hayvonlar hayotidan, hayvonlar o'ynagan shu odamlar o'rnidan o'shani ko'rinishi. Bu o'tgan SSR davrini hayvonlar ko'rinishidagi tasviri. Juda ajoyib kitob. Buni o'qishinglarni men sizlarga tavsiya qilaman. Molxonani tushunish uchun meni davrimda yashash kerak. Shuning uchun men o'sha davrda odami bo'la turib shu kitobni sizlarning ko'z o'ngingizda bir qiyoslab, bir tasvirlab bermoqchiman. Mana shunday qilib, demak, 19-asrning oxiri 20-asr bu o'sha sizlar buvalaringlar, buvinglar yashagan davr va 20-asrning oxirrog'i SSR degan davlatni yo'q bo'lishi va mustaqillikni haligi paydo bo'lishi, bu sizlarni ota-onanglar yashagan davr. Mana shularga men baho berib, mana shu kitob bilan qiyoslab, bu kitob qanday qilib shunday bir yozuvchini tafakkuri orqali hayvonlar tilidan shu davr o'zini asl mohiyatini, asl nusxasini, asl ko'rinishini ochib berilganligini hozirlarga bir haliga fikrlashamiz, aytib bermoqchiman. Shunday qilib 20-asr bu juda katta bir inqiloblar, to'ntarishlar davri bo'lgan. 20-asrning boshi, 19-asrning oxirida Fransuz revolyutsiyalari tarixlardan o'qigan bo'lsanglar kerak. Fransuz revolyutsiyasi va 20-asrning boshida esa Rus revolyutsiyasi, ulug' oktyabr revolyutsiyalari deb nomlangan revolyutsiyalar. Mana bu revolyutsiyalarda nima bo'ladi? Bu yerda haligi ya'ni haligi boylar hukumati, boylar tabaqasi yo'q qilinib, ularning o'rniga ishchi dehqonlar hokimiyatni o'zini qo'liga oladi degan bir yangi bir tuzum paydo bo'ladi. Xuddi shunday bu kitob shunday qilib boshlanadi. Cho'chqa, bu yerda endi insonlar o'rnida hayvonlar, eng aqlli hayvonlardan cho'chqalar, cho'chqa obrazi, bular asosan o'sha revolyutsionerlar, o'sha inqilobni qilgan, yangi davlatni tuzgan shaxslar misolida cho'chqalar kiritilgan. Ya'ni bir cho'chqa umrini oxirida u oliyjanob cho'chqa, uni mayor deyishadi, mayor deb berilgan kitobda. Shunday qilib o'zini atrofiga butun molxonadagi mollarni chaqirib, ularning orasida otlar, qo'ylar, cho'chqachalar, tovuqlar, itlar, shular hammasi bor, shularni chaqirib ularga nasihat qiladi. Hayotimiz qashshoqlik va qullikdir. Yo'q o'rtoqlar, ming bora yo'q. Nega biz bu qadar tuban ahvolda yashashimiz kerak? O'rtoqlar, hayotimizni zaharlagan yovuzlikning manbai odamzodning hukmronligidir bu. Odamdan xalos bo'lsak, biz baxtga erishamiz. Buning uchun nima qilmoq kerak? Deb ularni isyonga chaqiradi. Bu o'sha bizning davrimizdagi Leninchilar, bolsheviklarni, keyinchalik qizillarni da'vatidir. Lenin ham nima qilmoq kerak deb dunyo sahnasiga chiqib keladi.
bu ham mana shu tuzumni yo'q qilish uchun ishchi va dehqonlarni birlashishiga va jangga chaqiradi. Mayor yana nasihat qiladiki, bu g'oyani deydi, ya'ni odamlarni yo'q qilish g'oyasini deydi. Hayvonlar ana shundagina deydi, masalan deydi, odamlarni yaxshi yashashi uchun deydi, otlar mol tashish kerak, cho'chqalar go'shtini haligi o'zini umrini hazon qilib go'shtini berish kerak, tovuqlar butun haligi tuxumini odamlarni yeyish ichishiga berish kerak. Ya'ni butun hayvon zoti odamlar uchun xizmat qilib, ular juda og'ir hayot kechiryapti. Shuning uchun hokimiyatni qo'liga olishinglar kerak deb mayor hayotini oxirida shunaqa nasihat qilib o'ladi. Ana undan keyin hayvonlarning fikriga, yuragiga bir tug'yon tushib, qanday qilib mana shuni amalga oshirishni o'ylay boshlashadi. Nihoyat sekin-sekin haligi cho'chqalar, ya'ni bu hayvonlarning orasida eng aqlligi deb berilgan bu kitobda. Haligi nimalar bo'lsa, masalan, ot obrazi bor, bu yerda qiyofasi bor. U mehnatkash xalq. U uncha fikr qilmaydi, lekin rosa mehnat qiladi. O'sha cho'chqalarni aytganini qiladi. Xullas shunday qilib, bu o'sha Jons degan mana shu molxonani xo'jayini bo'lgan Jonsni shunday ahvolga keltirishadiki, hayvonlar uni o'zini uyidan, o'zini maqbarasidan, o'zini yeridan qochib ketishga majbur qilishadi. Va mana bu haligi nimani, Jonsni uyini egallab olishadi. U hududni egallab olishadi. Egallab olgandan keyin ular endi o'zini qonun qoidalarini o'tkazishi kerak, to'g'rimi? Hokimiyat endi ularniki. Ular sekin asta o'zi mana shu yerni egallab, o'zini hukmdorligini o'rnatish kerak. Shundan keyin ular nima qilishadi? O'zini qonunlarni chiqarishadi. Ya'ni hayvonlar, bular to'rt oyoqlilar, eng asilzodalar, ikki oyoqlilar esa bu dushmanlar. Ya'ni ikki oyoqlilar kim edi bu? Haligi odamlarni aytyapti. Va qarangki, bu yerda ham xuddi haligi bizni davrimizda kommunizm quruvchisini talablari bo'lgan, kommunizm quruvchisini kodekslari bo'lgan. Xuddi shunday hayvonlar ham o'zini kodeksini ishlab chiqishadi. Ikki oyoqda yuradiganlar bular dushman. To'rt oyoqda yuradiganlar esa birodarlar. Hayvonlar kiyim kiymaydilar. Hayvonlar to'shakda yotmaydilar, hayvonlar sharob ichmaydilar. Hech bir hayvon boshqa hayvonni o'ldirishi mumkin emas. Barcha hayvonlar teng huquqlidirlar. Mana men yashagan davrda ham biz xuddi shunday qonun qoidada yashaganmiz. Kommunizm quruvchisini kodeksida inson insonga do'st, bir kishi uchun hamma uchun bir kishi, shunga o'xshagan shunday bir kodekslar bor ediki, bizlar o'sha tarbiyasida o'shalarni o'qib, o'shalarni ta'sirida yashaganmiz. Endi men o'sha bolalik davrlarimni eslasam, o'qib yurgan paytlarimda shunday boshlanardi. Har bitta bir diktant yozasizmi, ilmiy ish yozasizmi, biror bir suhbat bo'ladimi? Ulug' Oktyabr revolyutsiyasidan keyin, ya'ni 1917-yildan keyin biz yaxshi yashay boshladik. Mana shu yildan keyin biz erkinlikka erishdik. Mana shundan keyin sanoatda bir yengilliklar bo'ldi. Ya'ni har qanday ish, hayotimizdagi har qanday bir o'zgarishlar albatta 1917-yildan keyin bo'lardi. 1917-yilda bo'lsa, o'sha revolyutsiya bo'lgan, to'ntarish bo'lgan, ya'ni hokimiyatni boylar yo'q qilinib, ishchi dehqonlar qo'liga olgan. Undan oldingi, undan u yog'idan nima bo'lgan ekan deb men hali bolalarcha xayol surardim. U yoqda qanday yashalgan ekan, u yerda nima bo'lgan ekan deb shu savollar bo'lsa javob bo'lardi. U paytda boylar bo'lgan, ezishgan, ayniqsa bizni millat, bizni ayniqsa Turkiston elida haligi bilimsizlar bo'lgan. Mana revolyutsiyadan keyin ruslar kelib bizga ilm berdi, maktablar ochdi, bizni o'qitdi, madaniyatli qildi. Mana shunga o'xshagan ta'limotda biza katta bo'lganmiz. Mana bunday kitoblar tugul, mana bu yerda hozir kutubxonada turgan juda ko'p kitoblar taqiqlangan.
Biza faqatgina belgilangan kitob, belgilangan ta'limot bilan yashaganmiz. Dunyo shunday to'silgan edi. U dunyo u yoq tomonga o'tilmasdi. Xuddi shunday molxonada ham mana shu narsalar haligi mollar jamiyati orqali haligi ham bir kulgili, ham bir bizning zamonamizdagi odamlarga juda tushunarli holda aytiladi. Mana endi qarang, bu ta'limotni endi hayvonlar orasiga tarqatish kerak. Snowball va Napoleon degan haligi cho'chqalar, bular eng aqlli, fikrli cho'chqalar go'yo. Ular mana shu hukumatni o'z qo'llariga olib, hayvonot ta'limotini yaratishga kirishadi. Bu yerda yana bir obraz bor. Qichqiroq, ahamiyat beringlar. Yumaloq semiz cho'chqa, notiq. U oqni qora, qorani oqqa aylantirib oladi. Ya'ni bu hozirgi tilda aytganda propagandistlar, tashviqotchilar. Ular shunday qilib tashviqot qiladiki, oqni qora, qorani oq deya oladi. Bular o'sha qichqiroq, haligi notiq propagandist, bu tashviqotchi o'sha Napoleon va Snowballlarni butun aytgan gapini, butun hayvonot o'sha yerdagi molxonadagi har bitta hayvonlarni miyasiga singdirib, ularni izmiga soladi. Mana shunday qilib hayvonizm ta'limoti yaratiladi. Bu o'sha sotsializm, kommunizm deganning bir ko'rinishi sifatida bu kitobda bir istehzo sifatida berilyapti. Kommunizm, sotsializm nima? Bu birinchi bo'lib o'sha Parij kommunasida paydo bo'ldi bu kommuna, kommunizm. Bu haqda Marks gapirdi, Engels gapirdi va keyin Lenin bu ta'limotni rivojlantirdi. Ya'ni kommuna, bu kommuna bilan yashash, hamma birga yashash, hamma ahil, hamma bir-biriga birodar. Lekin bu faqatgina utopiya edi. Bu bo'ladigan narsa emas edi. Mana endi qarang, ya'ni bu yerda yana shunday hayvonlar keltiriladi. Bu o'sha odamzotiga har xil tabaqalarni haligi tasvirlab beradi. Masalan, Molli obrazi agar o'qigan bo'lsanglar, oq biyacha olibda, mishanka. Bu haligi revolyutsiya haqida, ya'ni qo'zg'olon haqida, shu hukumat olish haqida endi notiq gapirib yotibdi, savol beryapti. Bu inqilobdan keyin shakar bo'ladimi deydi. Keyin yana bitta savol beradi. Qizil lentachi, qizil tasmachani anaqa bo'ynimga taqishim mumkinmi deydi. Ya'ni bu bilan har xil o'sha jamiyatimizdagi har xil odamlarni ko'rsatyapti. Qarg'a bo'lsa, bu ish yoqmas, ishlamaydi, lekin hamma joyga borib va'zxonlik qiladi, bir-birini chaqadi, bir-birini anaqa dushman qiladi, ig'vo qiladi. Mana bu tabaqadagi odamlar. Otlar obrazichi. Otlar obrazi shu revolyutsiyada jonini bergan, revolyutsiya uchun qonini to'kkan, ishongan, demak xalq revolyutsiyasi bu, inqilob bu xalq uchun ekan degan haligi odamlarni, haligi hayvon nimadagi ko'rinishi otlar. Bular mehnat qiladi. Bu o'sha haligi cho'chqalarni aytayotgan gapiga ishonadi. Bu o'zimizni endi Jonsonga o'xshagan odamlarning zulmidan qutulib, endi biz o'zimizni baxtiyor jamiyatimizni yaratamiz. Biz baxtli yashaymiz. Bizani o'zimizni haligi bekordan bekor so'yilib ketmaymiz, go'shtimizni endi odamlar yemaydi. Bizni tuxumlarimizni o'zimizga nima qoladi. Undan jo'jachalar ochiladi. Bizni o'zimizni baxtli jamiyatimiz bo'ladi deb haligi ishongan va bundan eng qattiq ishongan ot obrazi juda achinarli, kishini da hatto juda haligi g'amgin tuyg'ularga solib qo'yadigan obraz bor bu yerda. Oxiri o'qigan bo'lsangiz, mana siz o'qiganga o'xshaysiz bu kitobni qizim. Oxiri ot shunday bu inqilob uchun nima molxonani ravnaqi uchun shunday ko'p kuch ishlatadiki,
qo'rg'on quriladi, u buziladi, uni tabiat nimasidan bo'ronlar orqali, suv toshlar orqali ham buzilib ketadi. Keyin yana buziladi, har gal qo'rg'onni quraveradi, charchamaydi. U aytadiki, yo'q, men charchamasligim kerak, men ishlashim kerak deydi. Bu kimlarning obrazi? Bu masalan meni otamga o'xshagan odamlarning obrazi. Leninning gapiga ishongan, kommunizmga ishongan, kommunist degan haligi ulug' nomga dog' tushirmaslik uchun kambag'alchilik, xo'rlik, hamma narsaga chidab, shu insoniyatni baxti bo'ladi, kommunizm bo'ladi. Odamlar, xalq baxtli yashash uchun deb o'zini hayotini baxsh qilgan qanchadan qancha sof vijdonli kommunistlarni haligi obrazi bu yerda. Bu yerda haligi o'qigan bo'lsanglar, o'qiganmisizlar, o'qimaganmisizlar, Pavel Karchagin degan bir filmlar ko'rsatilardi. Shunday odam tarixda bo'lgan, u ko'r bo'lib qoladi, shol bo'lib qoladi. Sovuq demasdan, nima qilmasdan shu temir yo'l qurilishida butun anaqa kuchini ayamasdan ishlab, oxiri ko'zi ko'r, oyog'i shol bo'lib qolib, po'lat qanday toblandi degan asar yozadi. Mana shunday odamlarni obrazi otda. U mana shu g'oya uchun bizni shu hayvonizm, bizni mana shu molxonamizning rivojlanishi, shunda ravnaqi uchun ishlash kerak, qurish kerak, qo'rg'onni yana qurish kerak. Men charchamasligim kerak, men mehnat qilishim kerak deb oxiri nima bo'ladi? Go'shtga aylanadi. Oxiri mayib bo'lib, oyoq qo'ldan ajrab, uni go'yoki uni endi haligi o'sha Napoleonning nimalari, hukumati sizni davolatamiz, sizni shuncha mehnatingiz uchun sizni hurmatingizni bajo keltiramiz deb uni go'shtxonaga, o'limga jo'natadi. Shunday qilib, bu yerdagi har bitta keltirilgan obrazlar o'sha odamzotdagi tabaqalardagi xarakterlarni ko'rsatadi. Mana endi qarang, shunday qilib bu haligi odamlarni haydavardi, qo'rg'onga hukmron bo'lib olishdi. Endi haligi o'sha odam yashaydigan joyiga kirib, uni muzey qilib qo'yishadi. Oldin juda hayron bo'lishadi. Oho, bu ajoyib joy ekan deb va qonun chiqarishadi. Aytishadiki, mollar, hayvonlar deydi, to'shaklarda yotmasin deydi, ko'rpalarda yotmasin deydi. Va mana shu odamzod yashagan joyni kelajak uchun nima qilib qo'yadi? Muzey qilib qo'yadi. Bu ham xuddi tarixda bo'lgan voqeaday. Oktyabr revolyutsiyasi bo'lganda ishchilar qishki saroyga hujum qilib bostirib kelganda, qishki saroy bu o'sha avval imperatorlar, malikalar yashagan saroy. O'sha yerga bostirib kelishganda vayron qilib tashlashadi, buzib tashlashadi. Chunki qul, doim ezilib kelgan qul qo'liga qurol tushsa, unda ham alam bor, ham hamma narsa qo'shilib, ham buni qadriga yetmaydi. Bular san'at asarlari u yerlarda. Uni vayron qilishga tushadi. Endi bolsheviklar aqlli bo'lgan-ku ular. Lenin buyruq chiqaradi, saqlansin, muzey sifatida saqlansin, tegilmasin, buzilmasin degandan keyin u saqlanib qolinadi. Ana endi qarang, u haligi revolyutsiyada dehqonlar, ishchilar omborlarni titishga tushishadi, hujum qilishga tushishadi. Aroq magazinlarda aroqlarni ichishadi. Omborlardan olib vino aroqlarni ichib tashlashadi. Mast bo'lib yerlarda dumalab qolishadi. Keyin yana buyruq chiqaradiki, buni epaqaga solish uchun. Ya'ni buni men nimaga aytayapmanki, bu yerda ham molxonada ham mana shu aytilgan hamma narsalar sekin asta butun teskari gap bo'laveradi. Sekin asta haligi muzeyga olib qo'yilgan chiroyli odamlardan qolgan xonalarni, hali cho'chqalarning eng katta cho'chqasi, hukmdori Snobel bilan keyin Napoleon kirib, u yerni o'zini joyi qilib olishadi. U yer o'zini joyi qilib olishadi va keyin haligi butun mol, mulk, yemishlar hammasi hayvonlarga deyilganida sutni, sigirlardan olgan sutni faqatgina cho'chqalar ichish kerak bo'ladi.
to'kilgan olmalarni, pishgan olmalarni avvalgi xo'jayinlari Jonslar tovuqlarga yemishiga qo'shib bergan bo'lsa, haligi olmalarni yoki sutlarni ozgina yaxshi nima berish uchun, tuxum berish uchun, yaxshi go'sht berish uchun endi ularni bermaydi hayvonlarga. Endi hali cho'chqalarimiz, hurmatli cho'chqalarimiz, endi biz ko'proq mehnat qilyapmiz, bizni miyamizni ishlatyapmiz. Shuncha bu bizga ko'proq kerak deb endi haligi sutni ham, olmalarni ham o'zligi yeya boshlashadi. Endi parallel ravishda qarang. Meni yashagan davrimda shunday g'oya bo'lardi. Bolsheviklar, Lenin xalq baxti uchun och nohoram yashashgan, butun hayotligini baxshida qilishgan. Hatto shunday bir voqeani aytishardiki, bir choy bilan qand olib kelganda Leninning oldiga hali qandni olmabdi-da, yemabdi-da, buni bolalarga berilsin debdi-da, uni berib yuboribdi. Shu narsaga biz ishonib yashaganmiz. Biz Leninni payg'ambar sifatida ko'rganmiz. O'sha mehnatkashlarni, kambag'allarni jon kuyari, o'shalarga butun hayotini, umrini baxshida qilgan, o'sha bitta qandni ham yemagan. Qancha kommunistlar och bo'lsa ham o'sha eshilon olib kelgan ovqatlarni, nonlarni xalqqa bergan, och o'tirganlarga bergan. Mana shunday g'oyalarda katta bo'lganmiz va shunga ishonganmiz. Keyinchalik bilsakki, qarangki, mustaqillik qayta qurish davri va mustaqillikdan keyin juda ko'p faktlar ochila boshlanganda nimani ko'rdikki, mana shunday bir oshxonada nimalar bo'ladi-ku, qaysi ovqat birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, birinchi quyuq ovqat, suyuq ovqat, kompotlar, shirinlik. Mana shunday qilib juda zo'r yaxshi ovqatlangan ekan Smolniydagi bizni hurmatli o'sha kommunistlarimiz, bolsheviklarimiz. Xalq och-nohor ochlikdan o'lgan, ular bemalol yaxshi yashagan. Meni buvim bo'lardilar, Iqbol buvi degan. Magazinda ishlardilar. Xafa bo'lib qolsalar, bolalaridan aytardilarki, "Men sallani oq non bilan, qaymoq bilan boqqanman" derdilar. Hamma o'layotganda, ochdan o'lganda, "Men sallarni qaymoqqa, oq bo'lga botirib boqqanman" deb yig'lardilar. Ya'ni bolalarini haligi ularga ko'rsatmayotgan mehrlarini haligi afsuslanib, achinib. Buni men keyin tushundim. Ular non magazinida ishlaganlar. Va bu non magazindan oq nonlar, chiroyli zo'r nonlar kelar ekanda, bu zimdan sekin haligi tepaga yuqoriga qarab ketar ekan. Unda endi bu magazinda ustomon bo'lganlar uchun buvim shu oq nonni ozginasini o'marib qolib, uyga olib kelib bolalariga berar ekanlar. Bu yoqda bo'lsa, ochlikdan odamlarni qorni ishib, ochlikdan qancha odamlar haligi o'lib ketgan. Mana shu voqealarni bilib, mana buni o'qiganimdan keyin xuddi shuna parallel o'xshash keladi. Xuddi o'sha Sovet davridagi gaplarni hayvonlarni hayotiga moslab aytayotgandek tuyuladi. U hayvonlarni sutini, hayvonlarni olmasini mana bu o'zini o'sha molxonani, gegemoni molxonani xo'jayini deb bilgan cho'chqalar ular yeyapti. Chunki ular aqlini ishlatyapti, ular boshqaryapti bu nimani. Shunday qilib, xullas bora Snowball degan cho'chqa bilan Napoleon orasidagi cho'chqa orasida juda katta to'qnashuv bo'ladi, qizim. Snowball har qalay aqlga moslashgan, u cho'chqalarni mehnatini texnikalashtirishga harakat qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni u aqlli, u sal tadqiqot qilib, progress tomonida ketayotgan cho'chqa. Bu narsa nimaga? Chunki o'sha cho'chqalar mehnatni yengillashtirmoqchi bo'ladi. Chunki og'ir mehnatda ularda. Shuni yengillashtirmoqchi bo'ladi. Ular qishlarda issiq joylarda turishligini xohlaydi. Ularni qo'l mehnatining o'rniga mashinalar xohlaydi va katta bir nima qo'rg'on ham boshlaydi qurishga. Ana endi tegirmon. Ana endi qarangki, nima bo'lyapti? Haligi taxt uchun kurash bo'lyapti. Napoleon nima qiladi? Napoleon indamaydi, ortiqcha gapirmaydi, lekin zimdan
juda katta fitnani tayyorlab qo'yadi. Kuchuklar bolalikda 9 ta kichkina kuchukchasi ana shuni sekin olib borib o'zi olib ketadi. Men alohida o'zim tarbiya beraman deydi-da, uni olib ketadi. Va Snowballni obro'si ko'tarila boshlaydi hayvonlar orasida. U o'zini tadqiqotlarini o'tkaza boshlaydi. Napoleon zimdan jim yurib, bu yoqda kuchuklarni shunday tarbiyalaydiki, ular chinakamiga yovuz bir haligi qonxo'rlarga aylanadi. Bu ham xuddi o'sha Sovet davridagi hayotda shunday ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha g'oyaga ishongan kommunistlar, o'sha g'oyaga ishongan qancha vijdonli odamlar, o'zimizda jadidlar masalan, qancha ota-bobolarimiz shu xalqi baxti uchun butun ilmini qancha yoshlarimizni haliga Germaniyaga yuborishgan, o'qitib kelib, shu yerda shu mamlakatni ravnaqi uchun nima qilsin, haliga mehnat qilsin deb. Ularni aldab chaqirib, ularni hammasini otib tashlagan, jadidlarni qirib tashlagan, aqllarni zimdan yo'q qilgan. Xuddi shunday qilib, xuddi Napoleonga o'xshab, Snowballni ham ustalik bilan nima qiladi? Haligi ustidan haligi yo'q qilishga harakat qiladi, u qochib qoladi. Ana bu yerda uni haligi itlari katta rol o'ynaydi. Itlar kim? O'sha NKVD. Ana bu o'sha paytdagi jazo otryadlari, odamlarni qamab, qamoqxonalarda o'ldirib, surgunlarga jo'natib, mana bular. Mana shunday qilib sekin asta hayvonizm sekin asta ularni o'ylagan orzulari sekin asta nima bo'ladi? Parokandalikka tusha boshlaydi, uchray boshlaydi. Bularni tamoyillarda yana shu narsa bor ediki, odamlar dushman, odamlar bilan hech qanaqa aloqa qilish kerak emas. Lekin haligi hikoyani oxiriga borganda, asarni oxiriga borganda Napoleon nima qiladi? Snowballni yo'q qiladi. Tuhmat qilib, unga har bitta haligi tegirmon buzilsa ham yoki bir narsa bo'lsa ham hammasida aybdor Snowball. Yovvoyi o't bosib sen u dushman, u firibgar, u firib qilyapti, u mana shu molxonani dushmani. Mana shunday qilib u yerdagilar hayron. Snowball o'zi hali odamlar bostirib kelganda birinchi bo'lib qahramonlarcha mana shu molxonani asrab qolgan edi-ku. Bizni g'olib bo'lganimizda shu Snowball edi-ku asosiy ish qilgan. Nimaga bunga hadab tuhmat qilyapti degan ozgina shubhalangan odamlarni chaqimchilar orqali Napoleonga yetkazilgandan keyin ular dahshatli ravishda qirib tashlanadi. Cho'chqa, 4 ta cho'chqa, norozi bo'lgan 4 ta cho'chqa aybini o'ziga ayttirib, men aybdorman, to'g'ri shunday qildim, uni yo'q qilib o'ldirishadi. Tovuqlarni qirib tashlashadi. Ya'ni xuddi o'sha 37-yildagi 37-yildagi bizni davlatimiz, bizni mamlakatimiz, bizni yurtimizni boshiga tushgan butun baxtsizliklar, nafaqat bizaniki, butun o'sha SSR hududini boshiga tushgan mana shunaqa qirg'inbarot dahshatli narsalar mana bu molxonada xuddi shunday qilib tasvirlanadi. Xullas oxiri borib shu darajaga boriladiki, odamlarga qarshi edi bular. Odamlar bularni haligi hozir o'qidik-ku 7 ta tamoyilida. Odamlar dushman, odamlarga nima qilish kerak emas. Ular bizning dushmanimiz, ikki oyoqlilar. Choyshaplarni yopishimiz, anaqa yotmasligimiz kerak choyshabda. Mana shularni hammasini teskarisi bo'ladi. Odamlar bilan til biriktirishadi. Ya'ni haligi puldorlari bilan, firibgarlari bilan pul orttirish uchun hamkorlik qilib, molxonani ahvoli rasvo, lekin ular faqat nima deydi, o'sha davlat uchun o'sha odamlar bilan haligi til biriktiradi. Ichish mumkin emas degan tamoyilda ichib mast bo'lishadi, ichkilikka berilishadi. Haligi muzey bo'lsin degan joyga Napoleon o'zini xonadoni qilib oladi. Ko'rpalarda o'sha yumshoq choyshaplarda yotishadi.
xullas qanday revolyutsiya qanday niyatlarda qilingan bo'lsa, xalqni o'sha qashshoqlikdan qutqarish, xalqqa erkinlik berish, mana shunday niyatlar bilan qilingan bo'lsa, buni butunlay teskarisi bo'lib, xalq shu darajada eziladiki, SSR davrida har bitta o'sha ruslar deysizmi, o'zbeklar deysizmi, gruziylar deysizmi, shu SSR hududidagi, SSR changalidagi har bitta xalq shu darajada eziladiki, bu yerda hayvonizmdagi ko'rilgan butun alamlar, azoblar insonizmdan bir haligi kopiyasiday haligi bunda tasvirlanadi. Shuning uchun bolalarim buni o'qiganda bu kitobni tushunish uchun ozgina bo'lsa ham o'sha o'tgan davrni, o'tgan tarixni ozgina bo'lsa ham bilishimiz kerak bo'ladi. O'sha 20-asrning fojialarini ozgina bo'lsa ham bilishimiz kerak bo'ladi. O'zimizni yurtimizdek bo'lgan, xalqimizni boshiga tushgan falokatlar, tariximizni bilishga to'g'ri keladi. Ana shundagina bu kitobni qadrini, qiymatini va qanchalik ustalik bilan yozilganini tasavvur qilasiz. Eng qizig'i qarang, bu SSRda yashamagan. Bu anglicham bo'lgan. Lekin nima uchun shu darajada aniq tashxisini bergan? Nima uchun shu darajada hayvonlar tilida o'sha paytdagi bo'lgan insonlar jamiyatida bo'layotgan hayotni shu darajada ko'rsatib bera olgan? Endi qarang, Angliyada bo'lsa ham 19-asr oxiridan Marksning shunday bir gapi bor. Bu ham o'sha kommunizm g'oyasini otaxonlardan hisoblanadi. Kommunizm nafasi butun Yevropani kezyapti degan gapi bor. Ya'ni bu nima degani? Fransuz kommunasi haqida o'qigan bo'lsangiz kerak, eshitgan bo'lsangiz kerak. Fransiyani revolyutsiyasi, kommunasi. Bu 72 kunda mag'lub bo'ladi va Lenin o'sha Marks ta'limoti mana shularni hammasini nima qilib, nimada Marks aytadiki, revolyutsiya deydi, eng rivojlangan Yevropa mamlakatida bo'ladi deydi. Rivojlangan. Chunki xalq o'sha fikrga yetib keladi. Ya'ni xalqni tafakkuri, iqtidori mana shu inqilob qilishga tayyor bo'ladi. U ham ilm tomonidan ham boshqa tomonlardan shunga tayyor bo'ladi degan xulosa qiladi. Lekin mana bu Rossiyadagi bo'lgan voqealar, Birinchi jahon urushi, Rossiyadagi nochor ahvol revolyutsiyani Rossiyada bo'lishiga sharoit yaratib beradi. Va Lenin aytadiki, bu eng haligi kapitalizmni, imperializmni eng mo'rt joyida revolyutsiya bo'ladi dedi. Rossiya revolyutsiyasini qonuniy deb biladi. Ya'ni aytmoqchimanki, butun Yevropada revolyutsiya, kommunizm g'oyasi kezib yurardi. Bu Rossiyadan keyin Germaniyada, Angliyada va boshqa Yevropa mamlakatlarida xalq bosh ko'tara boshlaydi. Kommunistlar partiyalari paydo bo'ladi. Bolsheviklar partiyalari paydo bo'ladi. Bu Angliyada turib, mana bu va Rossiyadagi, demak bu asar nechinchi yilda yozilgan? 43-44-yilda yozilgan, 45-yilda nashrga berilgan. Qarang, mana shu yilgacha SSRdagi butun o'zgarishlarni 37-yildagi voqea, Ulug' Vatan urushi yilidagi voqea, dahshatli urushlar, o'limlar, qirg'inlar, ya'ni o'sha g'alaba qilish uchun xalqini umuman ayamagan, o'sha nimaga o'qga qarab qo'lida qurol bo'lmagan soldatlarni ham tankka qarab haydagan. Hozir shu narsalar ma'lum bo'lyapti, ochilyapti. O'sha g'alaba uchun, o'sha nima qilish uchun odamlarni hech ham ayamagan. Mana bu narsalarni butun dunyo xabardor bo'ladi. Ocharchilikdan xabardor bo'ladi. 28-30-yillardagi juda qattiq ocharchilar, bu ocharchilik bizning yurtda ham bo'lgan. Qozog'istonda, mana bu O'rta Osiyo tomonlarida ham ocharchilik bo'lgan. Ukrainada qirilib ketgan, Rossiyaning ko'p yerlarda qirilib ketgan. Lekin haligi Napoleonga o'xshagan bizni buyuklarimiz, partiya rahbarlari o'sha oshxonalarida bemalol juda zo'r ovqatlarni yeb o'tirishgan. Bu narsadan
bular ham xabardor bo'lgan chet eldagi nimalar ham. Xabar topgan bu narsalarni. Shuning uchun shu narsalarni bilib, fikrlab, mana shunday asar yozishga kuch topgan, aql topgan. Endi qarang, buni endi finalini qarang. Odamlar bilan cho'chqalar, hayvonlar bitta. Haligi mundoq qarasa, ya'ni juda nozik joy bor. Bu o'sha bolsheviklarni, kommunistlarni, shularni rahnamolarini cho'chqalarga o'xshatyapti. Cho'chqalarga nima bo'lgani endi ayon edi. Tashqarida qolganlarning nazari cho'chqalardan odamlarga, odamlardan cho'chqalarga ko'char. Ular yana va yana goh odamlarning basharalariga, goh cho'chqalarning basharalariga boqar, ammo ularning qay biri cho'chqa-yu, qay biri odam ekanligini ajrata olmasdilar. Mana shunday bir o'tkir kinoya, o'tkir bir satira bilan va o'sha kuzatuv bilan mana shunday bir asar paydo bo'ldiki, bu asar 47-45-yilda paydo bo'lgan bo'lsa, u dunyoni hayron qoldirgan bo'lsa, odamlar SSSRga bu kitob kiritilmagan, mumkin emas edi. Xuddi shu yozuvchining yana bir asari bor, agar bilsanglar, 1984. Ana bu ham xuddi mana shunaqa mazmunda, unda ham xuddi shu SSSR hududidagi hayotni, shundagi xalqlarni boshiga tushgan baxtsizliklarni, o'sha paytda yashagan odamlarni hayoti, kechinmalarini shunday bir xayoliy qilib, bir fantastika sifatida yozib beradiki, hayron qolasiz. Bu qadar mushohada, bu qadar haligi fikrlash. Shuning uchun bu asarlarni o'qish kerak, bilish kerak. Shunda lekin bu asarlarni faqatgina yaxshigina tushunasiz, o'sha tarixni bilsakkina, o'tmishni bilsakkina. Ana shundagina bu yerdagi har bitta gap bilan nima demoqchiligini, u yoq tomonini ko'rasiz va asarning qadr qimmatini o'shandagina fahmlab yetasiz. Iloji bo'lsa, o'sha 1984 ham bir o'qinglar. U ham bir ajoyib, dahshatli, hattocha qo'rqinchli joylari ham bor u kitobda ham. Meni xursand qilgan narsa sizlarning munosabatinglar, sizlarning tinglashinglar va o'zinglar shu bugungi shu suhbatdan chiqargan xulosanglar, fikrlaringlar meni juda xursand qildi. Meni yoshimdagi odamlar bir notavon, qalban, fikran, qashshoq bir odamni ko'rsa, nihoyatda qattiq afsuslanadi. Yomon qiynalib ketadi. Lekin fikrlovchi, chiroyli, qalbi, ko'rinishi, so'zi, fikri chiroyli yoshlarni ko'rsa, deysiz, chunki baribir haligi vatanparvarlik tuyg'usi borgan sari odamning ichida kuchayib boraveradi-da. Demak, vatanim, demak xalqim, vatanim, xalqim, kelajagim deganda meni nevaralarim, meni farzandlarim, demak ular yashaydigan muhit, hudud demak rivojlanyapti, yaxshi bo'lyapti, yaxshi odamlar bo'lyapti degan tuyg'u odamni xursand qiladi. Shuning uchun bugungi uchrashuvdan, sizlar bilan diydorlashgandan, sizlar bilan fikrlashgandan men xursandman. Rahmat sizlarga. Omon bo'linglar.